Hammaga salom, siz bilan Yashil maydon kanali. Demak, biz boshladik. Maydondagi burgut Federico Valverdening kamtarinlikdan dunyo choqqisiga qadar bosib o'tgan yo'li. Zamonaviy futbol shunchaki texnika yoki tezlik emas, bu chidamlilik, intellekt va fidoyilik uyg'unligidir. Agar ushbu xislatlarni bir inson qiyofasida gavdalantirish kerak bo'lsa, u shubhasiz Federico Valverde bo'ladi. Madridning Real klubi va Urugvay terma jamoasining bu dvigateli bugungi kunda shunchaki futbolchi emas, balki maydondagi haqiqiy jangchi timsolidir. Uning laqabi El Halcon, ya'ni burgut. Nega aynan burgut? Chunki u maydonni yuqoridan qarayotgandek his qiladi va kerakli nuqtaga yashin tezligida yetib boradi. Urugvaydagi bolakay Federico 1998 yilda Montevideoda oddiy oilada tug'ildi. Uning bolaligi dabdabali o'tmadi, lekin uning qalbida futbolga bo'lgan ulkan muhabbat bor edi. Valverdening professional faoliyati Urugvayning eng mashhur klublaridan biri Peñarolda boshlandi. Qizigi shundaki, murabbiylar uni yoshligida juda ozgin va nimjon deb hisoblashgan. Uni hattoki El Pajarito, ya'ni qushcha deb atashardi. Ammo u top bilan muomalada va o'yinni o'qishda tengsiz edi. 17 yoshida u asosiy jamoada debyut qildi va darhol Yevropa skautlari e'tiboriga tushdi. Arsenal, Chelsea va Barselona kabi klublar uning ortidan quva boshladi. 2016-yili iyul oyi Real Madrid 18 yoshli yigit uchun 5 million yevro to'ladi. O'sha paytda bu transfer hech kimning e'tiborini tortmadi. Hamma yangi Ronaldo yoki yangi Modrichni kutayotgan edi. Valverde esa jimgina Castilla, Realning yoshlar jamoasiga yo'l oldi. Uni tajriba to'plashi uchun Deportivoga ijaraga berishdi. Jamoa pastki ligaga tushib ketdi, lekin Fede o'sha yerda erkaklar futbolini o'rgandi. Mag'lubiyatlar uning irodasini bukib qo'ymadi, aksincha, uni yanada kuchli qildi. Valverde Madridga qaytganida markazda Casemiro, Kroos, Modric triosi hukmron edi. Bu uchlik futbol tarixidagi eng yaxshi o'rta chiziq deb tan olingan. Valverdening ularni o'rnini bosishi imkonsizdek ko'rinardi. Zidane Federico'dagi vertikal futbolni ko'ra oldi. U topni olib, raqib jarima maydonchasigacha yugurib borish qobiliyatiga ega edi. 2020-yilgi Ispaniya Superkubogi finali. Morata darvozabon bilan birga-bir chiqib ketayotganda, Valverde uni yiqitdi. Qizil kartochka oldi, lekin jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. O'yindan keyin raqib murabbiyi Diego Simeone ham uning bu harakatini aqlli xato deb tan oldi. Bu Valverdening jamoa manfaati uchun har narsaga tayyorligini ko'rsatdi. Statistika shuni ko'rsatadiki, Valverde o'yin davomida o'rtacha 11-12 masofani bosib o'tadi. U o'ng qanot himoyasida ham, markazda ham, hujumda ham birdek foydali. Uning uzoq masofadan yo'llaydigan zarbalari darvozabonlar uchun haqiqiy dahshat. Carlo Ancelotti bir safar, agar Valverde mavsumda 10 ta gol urmasa, men murabbiylik litsenziyamni yirtib tashlayman, deb hazillashgan edi. O'sha mavsumda Fede 12 ta gol urdi. U har bir golni xuddi hayotidagi oxirgi goldek nishonlaydi. Muxlislar uning bu ishtiyoqini yaxshi ko'rishadi. 2024-yilda Toni Kroos futbol bilan xayrlashganida, u o'zining afsonaviy 8 raqamli formasini aynan Federico Valverdega topshirdi. Bu shunchaki raqam emas, bu klubning kelajakdagi kalitini unga topshirish edi. Kroos o'zining xotirjamligi va aniq paslari bilan tanilgan bo'lsa, Valverde bu merosga o'zining energiyasi va jismoniy kuchini qo'shdi. Bugun Santiago Bernabeu stadionida Valverde nomi Kroos va Modric kabi baland hayqiriqlar bilan kutib olinadi. Kamtarlik ortidagi buyuklik. Federico Valverde yulduzlik kasaliga chalinmagan kam sonli top futbolchilardan biri. Uning hayoti, mehnat, sabr va sodiqlik haqidagi hikoyadir. U o'z intervyularidan birida aytganidek, men maydonda Real uchun jonimni berishga tayyorman, chunki bu klub menga hamma narsani berdi. Kelajakda biz uni Real Madrid sardori sifatida ko'rishimizga shubha yo'q. U futbol olamida shunchaki o'yinchi emas, balki bir davrning yangi qahramoni sifatida tarixga kirmoqda. Bu sizga aytilgan Valverde haqidagi qisqa hikoya edi. Doimo salomat bo'ling. Hurmat bilan, Yashil maydon.